Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Hayotimizdagi psixologiya 23. dersimiz. Hoş geldinglar. Bugün biz insonlarning fiziologik taraqqiyotining oldi bo'lgan buvoqlarning fiziologik taraqqiyoti haqida to'xtalamiz. Buvoqlar amaliyotda tug'ilishdan burunlam, ya'ni homila vaqtidalam taraqqiyotni boshdan kechirdi. Hammamiz bilgandek, urug'langan tuxum xuddi rasmdagidek bir qancha davrlarni boshdan kechirgandan keyin haqiqiy bir buvoq bo'lib tug'ildi. Birinchi davr boshlanishdagi 2 haftadan ko'stadi. Urug'langan tuxumdan hosil bo'lgan bir hujayra tezlik bilan to'xtamasdan bo'linib ko'payishga boshlaydi. Ko'rganinglardek rasmda 2 ga bo'lindi, 2 4 ga bo'lindi, 4 dan yana nechiga bo'lindi deganga o'xshash. Bu nechiga ko'paygandan keyin oldingi 2 haftasini boshdan kechirdi. İkinci davrimizda bo'lsa, homilninki 3-haftasidan 8-haftasigacha vaqtlarni ko'rsatadi. Hujayralar davomli ko'paydi, ammo bu vaqtlarda organ shakllanishga boshlaydi. Ya'ni qo'li, puti, beshi degandek asta-asta farqlanishga boshlaydi. Rasmda ko'rganinglardek 2-haftada bo'lingan bo'lsa, 3-haftaga kelgan chaqda bu nihoyat nurg'un hujayralarga aylandi va 4-haftada asta-asta organ shakllanishga qarab mangdi. 5-haftada nihoyat kichik kattamış 1 santimetr keldigan bir buvoqninki hech bo'lmasa beshi va quyruq taraflari biroz ayrilishga boshladi. 8-haftada nihoyat kichik mishinchilik keldigan 2-3 santimetr keldigan homila beshi 2 qo'li, 2 puti, hatto rasmdagidek burunlaridan tortib ko'gil bo'lgan bir shaklda shakl tuzab bo'ldi va bu vaqtda hatto tunji yurak so'qishimi boshlanib bo'ldi. Yeni bu homilga haqiqiy bir inson shakli kirdi va yurak so'qishi boshlanib bo'ldi. 3-hafta bo'lsa, homilning 8-haftasidan tug'ilguncha vaqtlarni o'z ichiga oldi. Amaliyotda 8-haftalari bo'lgan vaqtda homila shu qo'saqda o'zi bosh suyuning ichida uzishga boshlay oladi, ammo ona 16 hafta bo'lgan chaqda bolaning harakatini his qila oladi. Bu chaqda bo'yi 18 santimetr, ya'ni mishinchik bir g'irish keldigan bolaninki harakati ondan keyin asta-asta bilgil bo'ldi. Homilning sog'lom taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatadigan omillardan homildor ayol yallig'lanish, radiatsiya va dorilarning ta'siridan yiroq turish kerak. Amal va og'rib qolmaslikqa diqqat qilish kerak. Chunki har qanday yallig'i bo'lsin, har qanday og'rib qilishninki hattoki oldingi 6 hafta ichida yallig'langanda nachar ta'sir 100% ketadi. Yana 100% bolaga ta'sir qilishi mumkin degan gap. Undan keyin demak oldingi 3 oyninki shunchalik muhim nurg'un vaqtlarda oldingi 3 oyda bolaning uchib ketish xavfi bo'ldi. Bolaning miyasi yetilayotgan keyin bevosita ta'sir bo'ldi deb buni bek ko'p ta'kidlaymiz. Demak 4-oyga borgan chaqda uningki 50% ga tuvallaydi. Bu ta'sirlar yallig'lanish yoki boshqa narsalarning ta'siri 5-oyda 6% ga tushadi. Ya'ni bola asta-asta taraqqiy qilib yo'g'onashga boshlagandan boshlab buningki nisbati tushadi. Shu oldingi oylarda bilmasdan dorilarni yeb qilishga yoki bilib turib voy ishdan bo'lmaydi-ku deblam dorilarni yeb qilishga yoki bo'lmasa yelin kiyib yoki shunday kasal yuqtirib oldigan degandek yerlarda yurib deganga o'xshash mishta yallig'lanishdan saqlanishimiz kerak. Endi haroq haqiqatan shu sezgir davrda haroq ichgan chaqda homilning miyasi buzilish yoki boshqa kasallarga sabab bo'ldi. Haroqninki sababi nihoyat og'ir, ya'ni bu yerda haroqninki ta'siri nihoyat og'ir. Mushu rasmdagi o'xshash buni fetal alkohol sindromi deydi. Mushu sindrom mushu kasalga giribdor bo'lgan bolalar, ya'ni homila vaqtida onasi aroq ichgan bo'lsa, mushunga o'xshash beshi kichik tug'ilib qoldigan, miyasi kichik bo'ldi albatta va yüzünün şekilleri maşki resimde yeni pek onçalik görünmeydi, lekin bazı torda şu simni kirgizib ko'rib baksanlarda yüz şekli buzulup ketken. Bir göz bir yerde, yen bir göz bir yerde, kaş gözleri simetrik aletten çıkıp ketken degenge o'xshash set bir şekilde tug'ildi. Yani Allah'a şükür yine Uygurlarning arasida, musulmonlarning arasida yine amildor bo'lgandan keyin yine aroq ichib qildigan ayollar yo'q deyarlik deb qarayman. Inshaalloh shundadimi yine buningdan keyingi nasllar cho'qim diqqat qilishimiz kerak. Tamaka homilning tushib ketishi, boldir tug'ilib qolishi, ziyod yenik tug'ilib qolishiga sababchi bo'ldi. Normalda endi homildor ayol turibmi tamaki chekemdi deymiz, ammo bu homildor ayol ikkilamchi tamaki chekib qolsa, ya'ni ikkilamchi tamaki chekish degani nima? Tamaki chekkan odamning yenida turib u chekkan tamakining isini bevosita sumirgan bo'lsa, buni ikkilamchi tamaki chekish deymiz. Bunda ahvol ostidami homilaga nihoyat ta'sir qildi. Ya'ni ziyod yenik homil bo'lib qolishi yoki miya taraqqiyoti yoki har jihatdagi taraqqiyotlarga ta'sir qildi. Biz buvoqlarni nihoyat ojiz deb o'ylaymiz, ammo buvoqlar
hayat qilish uchun to'liq qurollantirilgan. Ya'ni Alloh taolo tarafidan to'liq qurollantirilgan, ularning nurg'un refleksi ularning hayot qilishiga yordam berdi. Bu refleks rasm kuzatganiga o'xshash 7 refleks bor. Hammasini pek tafsiliy to'xtalmayman. Biz bu buvoqlarning fiziologik taraqqiyoti darsimizda başdagi to'xtalgan mazmunlarimdan tortib bu va hozirgi mazmunlarimgacha hammasi psixikalik taraqqiyotiga munosabatli bo'lgan taraqqiyotni so'zlaymiz. Bu taraqqiyotlarda masalan emish refleksi va izlash refleksi. Emish refleksi deganimiz buvoqlar shunda refleks bilan tug'ildiki, og'ziga hatto qo'lingizni kirgizsangizmi emib ketadi. Ya'ni buni emish refleksi deymiz. Ya'ni buvoqlarningki tug'ilgandan keyin lam onasini emalishi uchun yoki bo'lmasa bir soskini yoki sut botilkasiga sut shishisidagi sutni emalishi uchun mushundaq bir refleks berilgan. Undan keyin buvoqlarda izlash refleksi bor. Buvoqniki mandatlar mangzini yoki og'zining cho'risini yoki mataraflarini nimada qo'lingiz bilan tutsangiz, yangi tug'ilgan buvoq beshini shu tarafga burab turib, shu narsa bu yerda izlaydi. Ya'ni buvoqlar shu emish uchun, shu emishga erishish uchun shunda izlash refleksimi buvoqlarga berilgan. Ya'ni mushuningga o'xshash nurg'un reflekslar buvoqlarningki hayot qilishi uchun ularni qo'g'dab turdi. Hattoki buvoqlarning suv uzish iqtidorimi bo'ldi. Hatto bu iqtidor 4 oylargacha yo'qolib ketdi. Ya'ni yangi tug'ilgan buvoqlar suvning ichiga tushib ketgan vaqtda nafsini tuta oladi va nihoyat ritmli harakat qilib turib uzalaydi. Ammo bu iqtidor asta-asta tuvalab ketadi. Agarda haqiqatan bu iqtidorni chiniqtirib qolsa, uzalaydigan buvoq aylandi. Bu vaqtda to'rda nurg'un videolar bor, ko'rib baqsanglar bo'ldi. Anglash iqtidorining taraqqiyoti. Qo'zoqdagi homila onasining ovozini amaliyotda bek yaxshi ko'rdi. Ya'ni shunda bir tadqiqotda homilningki onasining ovozi va yoki boshqa ayollarning ovozini anglatgan vaqtida homilningki onasining ovozini anglatgan vaqtida yuragining so'qishining tezlashib ketganligi, boshqa ovozlarni anglatgan vaqtda unchalik bek farq bo'lmaganligi deganga o'xshash selishtirmalar orqali onasining ovozini anglashni eng yaxshi ko'rganligini bilingan. Ya'ni biz homillarga homil tarbiyasi beramiz. Ya'ni homilga muzika anglatish yoki bir narsani anglatish deganga o'xshash nurg'un tarbiyalarni berdi kishilar. Uning qaragan chaqda men eng bek tashabbus qildig'im homilning eng yaxshi ko'rgan ovoz onasining ovozi bo'lganligi uchun onasi gapib bersa, ko'proq qo'sqini silab gapib berishi, kitoblarni o'qib berishi, Qur'on o'qib berishi deganga o'xshash, ya'ni onasining o'z ovozini anglab turib, boshqa narsalarga erishish amaliyotda homilga eng ta'sir qildi va uni eng bexatarlik tuyg'usiga va eng illiq tuyg'ularga erishtirdi. Yangi tug'ilgan buvoq, ya'ni buvoq tug'ilib bo'lgandan keyin boshqa ayollarning ovozidan bekirak o'zining onasining ovozini yaxshi ko'rdi. Ya'ni biz bolamizga boshqa ovozlarda hikoyalarni qo'yib beramiz, boshqa ovozlarda bir narsa qo'yib beramiz. Amaliyotda bola ya'ni yangi tug'ilgan buvoq ya'ni o'zining onasining ovozini yaxshi ko'rdi. Ya'ni eng yaxshi hikoya o'qiydigan bir ayolning ovozini kelib hikoyasini qo'yib bergan taqdiringizdami, u yenilam sizning ovozingizni hammadan yaxshi ko'rdi. Shunlashqa yangi tug'ilgan buvoqqa ko'proq gapib berish, kitoblarni o'qib berish, mayli u tushunmasimi, hech nimani bilmagan taqdirdami, to'xtamay u sizning ovozingizdagi tonlarni, intonatsiyalarni, har xil inish chiqishlarni anglagandan keyin u bola texmi illiq tuyg'uga ega bo'ldi va siz bilan bog'landi. Ya'ni bola bilan munosabat o'rnatishda shu onaning ovozini yaxshi ko'rganligini unutib qolmasligimiz kerak. Ko'rish iqtidorining taraqqiyotida buvoqlar yangi tug'ilgan vaqtida yoshlarga nisbatan buvoqlarning ko'rish quvvati 40% tuvan bo'ldi. Endi buvoqlar bo'lsa, mush yangi tug'ilgan vaqtda biz siziq qaraganda egir siziqni, oz shakllarga qaraganda murakkabroq shakllarni yaxshi ko'rdi va bu shakllarning ichida insonning yuzini ko'rishni bek yaxshi ko'rdi va bu insonlarning yuzi ichida o'zining onasining yuzini ko'rishni yana hammadan bek yaxshi ko'rdi. Har qanday onasi tarafidan beqilgan bola dunyodagi eng baxtli, eng xushal bola deyalaymiz. Amaliyotda biz bolaga uni ko'stimiz, buni ko'stimiz deganga qaraganda albatta boshqa narsalarni ko'stib turib tarbiyalaymiz. Yana eng bekrak diqqat qildig'imiz o'zimizni ko'stish. O'zimiz bolaga yaqin turib gapib berish, kulib berish deganga o'xshash. Endi yaqin tadqiqotlarda buvoqlarningki zodi bir narsani qanchalik darajada ko'ra oladiganligini isbotlab chiqqan. Burungi vaqtlarda bu bolalarningki bir narsalarni ko'ra olish, ko'rolmasligini rasmlarni tutuqlashtirish orqali o'tirib qo'ygan bo'lsa, hozirgi vaqtlarda bo'lsa, shu yaqinqi tadqiqotda bolaninki bir narsaning aniqlik darajasini qancha santimetr bo'lganda shunchalik ko'ra oladi deganda, masalan 30 santimetrda bolaninki ko'rishi sal tutuqlashidi, 60 santimetrda bo'lsa bekrak tutuqlashidi va 120 santimetrda rasmiyla tutishidi. Shunlashqa biz bolaga qarag'an chaqda
Külüp durup, bekkerek bir xoşal qarsak, bala bizni iniq ko'ranmagan taqdirdimi? Ya'ni iniq ko'ranmagan taqdirdimi, lekin kulkimizni, ya'ni kulgan chiroy ifodani bekkerek farqlandira oladi. Tuanki rasmdimi, yangi tug'ilgan bala onasining yuzini yoki birisining yuzini sol tarafdagi birinchi rasmdek tutuqroq holatda ko'rgan bo'lsa, birinchi oyda, ikkinchi oyda, uchinchi oyda, oltinchi oyga kelganda eng normal shaklda, ya'ni bizning ko'rgunimizga o'xshash shaklda ko'ra oladiganligi o'tirib qo'yilgan va mushu shakllar orqali biz bolamizningki zodi bir narsalarni asta-asta mushu oilaniki farqlanishi bilan bolaninki ko'z iqtidorining taraqqiyotini o'tirib qo'ygan bu rasm orqali. Bu vaqtlar amaliyotda cho'nqurlikni harakat qilgandan boshlab farq etalaydi. Bu nihoyatda dangliq bir tajriba. Bu tajriba qilingan vaqtda, ya'ni bu vaqt mush o'ng tarafdagi rasmdagidek shaxmat taxtasiga o'xshash mushtaq katakchilik yerdan o'tib, uningki aynaklik bir yerda o'tadi va bu aynaklik yerda sol tarafdagi rasm ko'rsanglar tig'im aniq bilalasizlar. Bu sol tarafdagi rasmdagi aynaklik yerning ostidami yana shu ustidagi chaqmoqqa o'xshash yer bor va bu yerda o'tgan chog'da bola cho'nqurlikni his qildi. Ya'ni o'miligan bola cho'nqurlikni his qilib, nihoyat qo'rqib turib, ya opasining qishig'i bordi yoki mushchatda turib olib yig'laydi. Endi o'milmagan bolani bu yerga qo'ygan chog'da, işte dum yotqizib qo'ygan yoki shunda qo'ygan vaqtida uningdan hech qanday shifot bildirmagan, ya'ni buning cho'nqurligidan qo'rqqanlik hissiyotini bildirmagan, ammo o'milgan bola buningdan qo'rqqanlik hissiyotini o'tirib qo'ygan. Demak, buningdan bolalarningki harakat qilgandan keyingi dunyoga bo'lgan sezgusi va uningdan keyingi idrokiniki o'zgarishga boshlaydiganligini his qilamiz va shunlashqa buningdan biz endi qanday dars chiqaramiz degan chog'da biz bu vaqtlarni yotqizib qo'yib cho'ng qilgan vaqtimizda, ya'ni yotqizib qo'ying bo'ldi, yotqizib qo'ysangiz jidal qilmaydi, ya ko'tirib olmang, yoki bo'lmasa bak nim qilib ketmang deganga o'xshash tarbiyalarni bergan vaqtimizda, demak bolaninki bir qadar aqlliq bo'lolmaydiganligini o'tirib qo'ydi. Ya'ni bola qancha harakat qilib bersa, qancha uni ko'tirib bersangiz, qancha o'milishga madad bersangiz, qancha uninki harakat iqtidorini oshirib bersangiz, yangi tug'ilgandan boshlab masalan put qo'llarini harakatlantirib beradigan, o'ng so'l o'rib beradigan, dum yotqizib qo'yadigan va uning o'milishiga yordam qiladigan ishda harakatlarni qildirib, bolaning shuncha baldur beshini ko'tarishi, bo'ynini tutishi, ondan o'milishiga yordam berishimiz kerak va pat-pat bolani ko'tirib, uyni aylantirib turishimiz kerak. Mushunda ishlarning hammasi amaliyotda bola jim yetib turib, osmon qarg'izib qo'yib bolani, uningki ko'z oldiga masalan jiq kartlarni akiramiz. Albatta, uning o'zga tushliq foydasi bo'ldi, lekin bolaga nisbatan eng yaxshi bo'lgan tarbiya, eng yaxshi bo'lgan chiniqtirish bo'lsa, uni ko'tirib turib aylantirish va uningki harakat iqtidorini oshirish, uning o'milishini ilgari surish, uningki harakat qila olishiga yordam berish deganlarning hammasi bolaning aqliy iqtidorining bir qadar ishtik taraqqiy qilishiga, ya'ni baldur o'milgan bol baldur taraqqiy qildi. Baldur mangan bola, mangmagan bolaga qaraganda texmi ishtik taraqqiy qildi deganga o'xshash hisobda baldur o'milab bir ishib ketadi, baldur mengib yana bir qadam ishib ketadi. Shunga har vaqt bolalarning harakat iqtidoriga bek ahamiyat berishimiz va bu vaqtni yotqizib qo'yib emas, balki uning qancha yaxshi harakat qildirib cho'ng qilsak, shunchaki aqlliq bo'lishiga bizning nisbiy holda yordamimiz bo'ldi. Bugungi darsimiz mushayicha olsun. Hammanglarga rahmat. Allohga omonat.